Dodo, men birisini yaxshi ko'rib qoldim. Pul kerak bo'lsa uddalla degina va tayini yo'q bana sababini topmay. Dodo, ams pul yere, menga o'zing chiqa. Ams muhabbatimning gapi kelayli. Qaysi ko'z ko'r qizga, sen bilan muhabbat chotgan. Qo'shnimiz Qodikamning qizi Pochinay. Yo'q, bo'lmaydi. Nimishqa? Sen kichik. Narim kichik, cho'ng oldim-ku men. Cho'ngma kichikmi men bilmam-da. Dodo, men ishimda otman-ku. Men shu ishimda otman-ku. Lekin u qizni rostli yaxshi ko'rdigan tursam. Bo'lmaydi balam. Hozir muhabbatlashib olsang, bo'ying o'smay qoldi. Ha? Nimishqa? Chirkima ishga bitani chiqib o'tma. Dodo, birni bo'lsa urmayal deysan-ku, sen meni yaxshi ko'rmaysan-ku. Balam, dadang seni bek yaxshi ko'rdi. Seni yaxshi ko'rmagan bo'lsa, urib o'ttirib ketdi. Yaxshi ko'rgan gunohmi? Balam, raskarni qilsam, Pochinay sening dada bir ona boshqasining bo'ldi. Ha? Ey, shu yoshlik bilib bilmay qilib qo'ygan shashliq. Opa, ma dadam nima bilan jo'lyapti? Balam, bu ishlardan mening xabarim bor. Men burilib biletdim. Ha? Ansirbay muhabbatlishi va balam. Amaliyotda sen men bilan qo'shnimiz Qadining bolasi. Ha? Sening Pochinay bilan hech qanday qandashliging yo'q. Xotirjam muhabbatlash. Laymo yoshliklaymo. Datshidi ulaymo. Opto, bu yaxshi bo'lg'ini. Hamma ishda bir yaxshilik bor emasmi? Mening qizimni oldigan bo'lding-da, o'g'lim. Bu nima qalayim qanchalik bo'lib ketdi? To'xtanglar. Bu sen Pochinay bilan muhabbatlashsang bo'lmaydi. Pochinayning dadasi Qodi sening dadang bilan bir qo'saq qarindosh. Ha? Hey, yoshlik. Bilib bilmay qilib qo'ygan shashliq. Men sening momongga 100 kelanmayman. Siz rostilla ularni bir qo'saq deb qoldingizmi? Ha, ular albatta bir qo'saq. Lekin sizning emas. Ha?